Assalomu alaykum jigarlar. Biz tashqaridagi ishlarimizni tugatib olganmiz. Ichkaridagi ishlarimizni boshlab oldik. Kottejimizning orqa tomoni bu. Orqa tomonda ham ishlar tugagan. Shu yerda ozgina qumimiz qoldi. Bitta xonaga yetadigan. Shu qumni tugatsak, gipsi boshlaymiz, xudo xohlasa. Ichkarida ketayotgan ishlarimiz. Bu xonamizni sep tugatdik. Tomonimiz tayyor bo'lgan, setirkasi bilan. Tomonlar endi sep bo'ldik. Bizda bitta xona qoldi, oxirgi xona. Bu yer ham qum sovuq bo'ladi. Xudo xohlasa ertaga bu yerni ham tugatamiz. Qolgan tomon hammasi gipsovочка turka bo'ladi. Ko'ryapmiz bu. Tayyor rastovor tashlaymiz, biz senga sep beradi operatorimiz. Gipsi o'sha quruq holatda tashlab beramiz buni ichiga. Qopi bilan tashlanadi. Biz tayyor holatda aralashtirib sep beradi senlarimizga.